Birinchi o'rinda Bitcoin'da kunlik time frame'ni qarab chiqamiz. Haftalikka ham deylik. May oyi uchun Bitcoin'da maksimal, ya'ni boradigan joyi bu o'sha $108,000. Bu yanvar oyiga narx. Yanvar oyiga narxlar. Ya'ni undan all-time high qilishligi mumkinmi? $150,000, $170,000 ga o'sishligi mumkinmi? Birinchi o'rinda men qisqa muddatga analiz qilib o'taman. Har bitta jonli efirda maksimum 1 oygacha cho'ziladigan tahlillarni beraman. Ba'zida istisno holatlarda, ya'ni altcoin'larda low caplarini 3 oyga berishligim mumkin, lekin bu juda ham kamdan kam. Bitcoinga keladigan bo'lsak, men uzoq muddatli hadaflarim ya'ni yuqori, anchagina yuqori, lekin aynan may oyida Bitcoin $108,000 tepasiga o'sishiga men ishonmayman. Qaysi sikl asosida? Demak, biz o'tgan yili ham oktyabr oyida xuddi shunday ranjda rosa ezilib turganmiz, lekin bundan ko'ra bozorlar anchagina yaxshi bo'lgan. O'shanda ham oktyabr oyiga men hech qanday Bitcoin o'smasligini, ya'ni mana bu haylaridan tepaga o'smasligini aytganman. Noyabr oyi Tramp saylanishi, siyosat, boshqa yangiliklar bilan ya'ni o'sishi mumkinligini aytgan edim. Endi oktyabr oyi. Nima uchun bu taymingni men qo'yyapman? Chunki tushunishinglar kerak. May oyida Bitcoin $108,000 ga o'smasa, lekin ya'ni $108,000 tepaga chiqmasa, lekin shu atrofda demak zakrepleniya oladigan bo'lsa, unda keyingi oyi to'g'ri, hadaflarimiz yana ham yuqori bo'laveradi. Lekin toki narx qotimas ekan $108,000 da. Xuddi mana bu joyda ham misol uchun oktyabr oyi e'tibor beringlar. Ya'ni faqatgina 4-noyabrdan oktyabr oyi oxirigacha narx shu yerda qotadi, undan keyin Bitcoin ketdi. Xuddi shunday, ya'ni mana bu joyda ham Bitcoin qotishligi kerak. Qotimasa Bitcoinni xoh $200,000 ga analiz qiling, xoh Champion Zone analizini oling. Ya'ni bu yerda treydermisiz, treyderga investorlarning ko'zi emas, ya'ni o'zi bo'lishligi kerak. Ya'ni meni asosim bu yerda Bitcoin narxi $108,000 atrofida zakrepleniyani ko'rmayapmiz. Shu sababdan men $120, $130, $150,000 haqida aytolmayman. Agar may oyida zakrepleniya ko'rsak, Bitcoin narxi qotsa, demak iyun oyiga keyin yuqorisini aytsa bo'ladi. Lekin agar Bitcoin pastroqqa tushib ketadigan bo'lsa, bu oy ko'rmagan pastlikni ko'radigan bo'lsak, unda hadaflarimizni pastga qarab o'zgartiramiz. Demak, may oyi maksimum $108,000 ga all-time high yangilashi mumkin. Ya'ni mana bunday qilishligi mumkin va tez orada konsolidatsiya qilib keyin $97,000 ga tushadi. Keyingi hadaf esa 90,000 atrofi. Bu may oyi uchun analiz. Kamida haftalik time frame'da keyingi hafta juda ham muhim o'sha daniylar chiqadi. Demak, o'shanda agar Bitcoin narxi $100,000 ustida ushlanib qolsa, o'shandan keyin biz hadaflarimizni yuqoriga ko'taramiz. Kanalni kuzatib borasizlar, kanalda aytib boriladi. Undan tashqari CryptoTweets kanalida ham yangiliklarda, makro hisobotlarda daniylarni chiqarib turamiz. Ayni vaqtda adminlar bo'shmas ekan. Inshaalloh yana qaytamiz, восстановление bo'ladi. Demak, bu Bitcoin bo'yicha analiz. Bu hozirgi aktual analiz. Kunlik time frame'da nimani ko'rishimiz mumkin? Kunlik time frame'da demak, kunlik bilan 4 soatlikda qaraydigan bo'lsak, hozir ham bizda mana shu
Demak, mana bu range ichida ekanmiz. Mana shu harakat qaysi tomonga buzadigan bo'lsa, pastga buzadigan bo'lsa pastga, tepaga buzadigan bo'lsa tepaga. Lekin tepaga bo'lganda ham, demak, hadaflarimiz aniq. $108,000 pastga tushadigan bo'lsa $97,000 $90,000 atrofi. Katta ehtimol bilan, ya'ni makro hisobotlar ijobiy salbiy chiqquniga qadar Bitcoin narxi biz yana ham qisqaroq olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni mana shu $100,000 ustida aylanib turishligi mumkin. Keyin sekin-sekin demak tushadi. Agar salbiy chiqadigan bo'lsa, ya'ni kuzatib borishinglar kerak. Chunki keyingi haftaga demak, ya'ni o'sha Jerom Pauel chiqadi keyingi haftaga. Unda yana ba'zi narsalar gapirishligi mumkin. Inflyatsiya chiqadi, ekonomik aktivность degan narsalari chiqadi. Bu Bitcoin bo'yicha. Agar FUSDT ga to'xtaladigan bo'lsak, FUSDT ga jamoada oldinroq analiz qilinganida meni hadafim o'sha. Men Ethereum bo'yicha 0.5 zonani kutaman. $2,300 ichida, ya'ni mana bu joyga tushganidan keyin lokalni ishlash imkoniyat berishi mumkin. Imkon bersa ham kerak. 1 soatlikda va 4 soatlikda 3-4% foyda olib chiqib kattaroq kapital bilan savdo qilishga imkoniyat bersa kerak. Lekin men asosiy anaqani $2,119 atrofida kutaman. Ya'ni Ethereum hozirgi holatiga ko'ra, demak, katta ehtimol bilan korreksiya qiladi. $2,100 gacha. $1,917 gacha korreksiya qilishligi mumkinmi? Mumkin, lekin bu yaxshi faktor hisoblanmaydi bozor uchun. Keyingi token RSR, Reserve Right. Yo'q, men bu 3 ta tokenda o'tgan efirda qarab chiqqan edim. Birinchisi PITXda, esinglarda bo'lsa 14.5 dan biroz yuqorilagan edi. 15 atrofida. ATA 55 dan qaragan edik. RSR demak 93 dan qaragan edik. Va kelinglar qancha yurganini ko'ramiz. Biz analizimizga ko'ra, demak, bular PITXga adashmayotgan bo'lsam birinchi hadafiga borgan ekan, 17.5. Agar sotmagan bo'lsa, 40% yuqoriga ko'tarilgan ekan. Sotmaganlar bo'lsa 25%. Shu yerdan sotib olish kerakmi? Riskni ozaytirishlik kerak birinchi o'rinda. Ikkinchisi, stopda foydaga ko'tarishingiz kerak. Ya'ni foydaga chiqqan narsani o'zi qanchadir foydani ushlab qolishga harakat qiling. Demak, ATA bo'yicha esa 20% foyda. RSR juda tez tushib ketyapti. Bizning birinchi hadafimiz 12 gacha bormabdi. Shuning uchun RSR ni sotib chiqib ketavergan yaxshi. 6% foydada ekan hali. Endi ATAga keladigan bo'lsak, ikkala mana va RSR bilan PITXda kapitallashuv anchagina katta. Shuning uchun ATAga nisbatan qarashimiz biroz yana ham soddaroq bo'lsa ham bo'laveradi. Keyingi haftaga bozor range'da turishi sharti bilan ATA birinchi o'sha 80 va 95 gacha o'sishi mumkin. Ya'ni bilasizlar, bu meni shunaqa fundamental emas, lekin shunaqa yaxshi o'zini loyihasi bo'lgan shitcoin. Ya'ni bu yerda loyiha yashayapti, lekin unchalik fundamental token emas. Demak, PITX, ATA, RSR ni ko'rib chiqdik. O'tgan efirda setaplar berilgan edi.
Bitixdan demak 25% foydani hozir yechishingiz mumkin. Pastroqdan kirishga imkoniyat beradi, yetarlicha o'sdi. Keyingi hafta o'sha makro hisobotlar chiqishiga qarab turib, aytaylik tam 16,5 16 dan qarab ko'ramiz. Men vaqt ajrataman inshaalloh bunga. O'zi aktiv ishlab turibman. Aktiv kanalda ishlab turibman. Sizlarga har bitta xabar yangilikni yetkazib turishga harakat qilyapman. Demak, Bitcoin'da analiz qildik, Ethereum analiz qilindi. GRT'ni ko'rib chiqamiz. GRT bizning hadafimizga 14,5 ekana. GRT bo'yicha analizimiz demak 14,5 edi. Kunlik GRT ham foydaga chiqibdi. 10 sentdan o'sha ustunroqqa chiqqan ekan. 18% foydada ekan. 27% gacha o'sgan ekan. Hamma bugungi kunlik shamlar hammasi qizil, chunki bugun yakshanba, hafta tugamoqda. Keyingi haftaga demak keyingi haftaga yana anchagina qizil bo'lib zakreplение olishni boshlaydi. Mana bunday holatlar. Ya'ni mana bunday holatlarni ko'rishimiz mumkin. Sekin tushib zakreplение oladi. Keyin yana qisqa muddatli analizlar, setaplar beriladi. Bundan buyog'iga stop bilan ishlashlik kerak. Bungacha bo'lgan paytda ham men stop bilan ishlanglar dedim. O'zingizlar ishongan tokenlarga stop ishlatmasalar bo'ladi. Faqat alert ishlatinglar dedim. Endi hozir hammaga stop bilan ishlashlikni tavsiya qilaman, chunki bozor o'sdi. Agar o'zini bozor narxiga tushsa ham bu o'zini stabil narxga tushgan bo'ladi. Sizni portfelingiz sразу minusga kirgan bo'ladi. Men uzoq muddatli portfelim 15% umumiy kapital 15% foydaga chiqqan ekan. Demak, bugun ertami o'shani riskini kamaytirgan edim. Qaysi tokenlarni sotdim? Men Atomda stakindan chiqarib olgandim. Yana bir qancha? Men Atomda sotmabman. Trust Walletga yuborib qo'ydim kepalaridan. Stakinda turadi. Undan tashqari menda Vana bor edi. Hozir Vanani ko'rsatib o'taman sizlarga. Mart oyida meni hadaflarim $3 ham turibdi. U ham aktual, bu ham aktual. Shuni ham ya'ni pastroqdan sotib olish niyatida, demak, bu yoqdan sotdim. Menda где-то 508 mada esimda yo'q. Xullas, ya'ni hozir 2 minut. $5 narxgan ekanman. Men Vana bilan Atomda ko'p adashtirib yuboraman. Demak, Vanani 5.11 ko'rsatib o'taman. 5.11 dan qancha teparoqdan sotgan edim? 30% atrofida. Pastroqdan qo'shib olish niyatida, ya'ni men butunligicha sotmadim, balki pastroqdan misol $3 ga kelsa sotib olishlik uchun. $5 dan Vana turibdi. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Undan tashqari boshqa aktivlarim ham bor edi. Menda ZBKN yana bor edi. ZBKNni sotdim. Menga shu token yoqadi, chunki rosali pastdan olib tepadan sotib range'da, mana bu juda ham go'zal range bo'lgan. Mana unda ham foydalangan edim. Mana bu joyda ham esinglarda bo'lsa, yilni boshida kanalda ham bo'lishgandim. Jamoada ham o'zi bu tokenda bir 24-yildan beri sizlar bilan bo'lishib kelaman. Doim pastga tushganda olinglar, tepaga chiqqanda sotinglar deb turaman va bu safar menda udashni bo'ldi. ZBKNdan foydani yechib olish. Undan tashqari, demak, menda F sotmadim. Aytgancha F so'rashgan ekan. F sotasizmi $2,5 dan? Yo'q, sotmayman, chunki men bir vaqtlar Ethereum $2,5 dan ham sotib olganman. Sotmayman.
nima deydi, riskni kamaytirib pastroqdan qo'shib olish uchun sotib olishim mumkin, lekin bu baribir, ya'ni $2,500 sotilgan $2,000 sotib olish niyatida xolos. Vanalarga keladigan bo'lsak, vanadagi zarar kattaroq bo'ladi. Ethereumda atigi 20%. Даже 15 dan biroz ko'proq, 20 yetmasligi mumkin. Keyin bugun o'mni qaragan edik. O'mdagi yo'q, 43 ekan. Значит, kecha yana buni zakrepleniasini jamoa bilan kutgan edik, agar bo'ladigan bo'lsa. Buni men fundamental loyiha demayman, yana bir marotaba aytib o'tay. Hozircha hech gap yo'q ekan o'mda. Unchalik holati zo'r emas. Qisqa muddatga qarab ko'rsalar bo'ladi, individual. UTKni qaragan edik. UTK nima bo'pti bizda? Efirdan biri. Mana u joydan o'sibdimi? O'shanda qanchadan narxdan edi? Efirda qaraganimizda. Eslatib yubora olasizlarmi? Bu kanaldan so'rashganda qaragan edik. UTKni. $35 ekanda, 38ga ko'p ko'tarilmadi. Ya'ni men buni o'zim olib sotmadim. Buni obunachimiz so'raganda 8% ga hozir foydada ekan, agar o'shanda olgan bo'lsa. 12% gacha o'sibdi. Bu ham PAM tokenlar jumlasiga kiradi. Bu ham ATA bilan birga UTKni ham saqlasa bo'ladi, lekin riskovoy tokenlar bilan portfel to'ldirib olmanglar. Bu meni o'tgan yilgi asosiy xatoyim bo'lgan edi. Iloji boricha stabilroq, sekinroq qolgan aktivlarga olib o'tiringlar. Ya'ni bu tokenlarni shunaqa bir kunlik watch listinglarga qo'shib qo'ysanglar, mana hozirgi holati mana shunday saqlanib tursa, sun'iy pump berib 20-30% ga limit qo'yasizlar, foydani olib chiqib ketasizlar, unutasizlar. Lekin jiddiy investitsion token deb qaramaslik kerak shu tokenlarga. Keyin L3 da aktivlik yo'q. Hozir men qarab o'tirmayman, chunki holati juda go'zal emas. Kaito o'sdi, mana shu zonagacha o'chib ketdim. Kaito o'sdi. Hozircha shu zonadan chiqmadi. Shu zonadan eng kamida shu zonada yana 2-3 hafta yursa, 1 hafta ham yurdi. Mana shu yerda. O'shanda keyin yuqoridagi hadaflarni aytaman, ya'ni all time high haqida gapiraman. Ungacha hozir all time haqida gapira olmayman. Men o'zim shablondagi tokenlarni, oldingi efirda bergan tokenlarda qarab o'tdim. Undan keyin sizlar savolinglarga va sizlarning tokenlarga qarab o'taman. Bozor bo'yicha umumiy fikrim o'zgarmadi. O'sha noyabr oyiga o'sish kim uchundir cheklangan altsezon, kim uchundir bu global altsezon ko'rinishligi mumkin, bullrun, fake bullrun. Ya'ni bu qanday nom qo'yishingiz muhim emas. Muhimi noyabr oyiga o'sish qanday bo'lgan bo'lsa, aprel oyiga o'sish ham shunday bo'lishini aytgan edim. Hozir ya'ni aprelda oxiriga to'g'ri kelgani uchun bir 18-19 aprelda hozir ham bozor o'syapti. Bugungi kungacha o'rtacha ya'ni 20 kuncha bozor o'sdi. 20 kun atrofida ham deydi. Va demak, OZRSga qaraydigan bo'lsak, hozircha 335 ga kelmadi. Lekin birinchi korreksion zonaga keldi. Bu fevral oyiga o'sha qattiq qulash bo'lganda o'shandagi zona edi. Shu yergacha keldi. Endi bu yerda
korreksiya olishligi kerak o'zir kichik time framelarda. Bu muddatda demak qaysidir tokenlar o'sishi mumkin. O'zir tushsa hammasi tushadi degan emas, lekin umumiy bozor backgroundi konsolidatsiyada turishi mumkin yoki korreksiyada. Konsolidatsiya deganim altcoinlarda 15-20% normal holat. Qanaqadir bir 15-20% panika qiladigan emas. Demak, ya'ni qayergacha korreksiya bo'lishligi mumkin? Konsolidatsiya range. Qayerda yana narx ushlanishi mumkin? Mana shu joy, mana shu yashil zona. Demak, bu 3-may to'g'ri kelyapti, mart oyi. Mana shu joyda ushlanib, keyin 335 ga chiqishi mumkin. Bu demak bu o'sha makro hisobotlar ham, fundamentallar ham hammasi yaxshi turgan edi. Uzoq muddatli hadaflarimiz bilasizlar, ya'ni bu 335 dan 23-yilgacha bo'lgan panika, qulash, tushish. Hozircha endi o'zgartirganim yo'q fikrimni. Agar bozorda yangilik ko'radigan bo'lsam, haqiqatdan FOMO beriladigan narsa ko'radigan bo'lsam, ya'ni fundamental imенно o'zgarib ketishi, shunday bir texnologiyalar haqiqatdan kriptovalyutalar integratsiya qilinayotganini ko'rsam, aytib o'taman. Lekin shundan ham meni portfelda foydaga chiqarib sotish imkoniyati bo'ldi. Foydalanib qolinglar. FOMO bo'lmasdan, hozirdan qanaqadir global alt sezon desa, men ishonmagan bo'lardim sizlarda o'yinlarda. Har holda shunday bo'lsa ham Ethereum FVG bo'lgan $2600 o'sib berdi. Imkoniyat berdi sotishga ham, foyda qilishga ham. Altcoinlardan beradi ham yana. Bozor range'da turadi, yana o'sha pump coinlar, shit coinlar o'sib berishi mumkin. Xullas, bu yerda bor yo'g'i naqd pulda 50% gacha, ya'ni umumiy kapitalning 50%ni stable coin naqdda ushlashga harakat qilinglar demoqchiman xolos. Butunligicha bozordan chiqib sotib ketishda men u fikrga qo'shilmayman. Chunki o'zim umuman bozordan chiqib ketish anaqam yo'q. Bor yo'g'i riskni kamaytirib shu yoqqa kelganda panika qilib yubormaslik, kriptovalyuta skam ekan deb qiqirmaslik, teskarisiga shu yerdan yana oxirgi o'sha pullargacha sotib olib, qolganiga sabr qilish. Xolos. Bu qancha oyda o'tib ketadi? Yoz ichimi yoki bir oyda ichidami? Uni keyin ko'ramiz. Birinchi 335 gacha ko'tarib olaylik. gacha ham. Savollar bo'lsa izoh bo'limiga beraverasizlar. OTK 01 dan olganman, maqsam yaxshi. OTK narx qancha edi? Hozir 3,5 sentmi yo 35 sentmi? 308 ekan. Ne bilmayman, 10 sent olgan bo'lsangiz hayronman. Endi nima deydi? Endi keyingi safarga sabab bo'lishligi kerak. 1 sentgacha o'sishi bu tam ehtimol juda ham oz. Qoldirib qo'yavergan yaxshi. 5-6 yilda balki o'sib qolishi mumkin. Lekin umumiy kriptovalyuta riski yuqori, ba'zi tokenlar o'sha sotib olgan narxingizga ko'tarilmasligi ham mumkin. Shuni hisobga olishingiz kerak. Forum hold nima bo'ldi? Hozircha holati yomon emas ekan. 10 sent atrofida ekan.
Shuning uchun hozircha ну, kattaroq time frame'da demak haftalik emas, kunlik ham deylik. Men uchun Wormhole o'zini narxini mana shuni ustida yopib bersa xursand bo'lar edim. Shuni ustida. Da. Ya'ni pastidan qaramaymiz. Pastga tushib chiqqanda mana shu joygacha narx qotsin. O'shanda biz yuqoriroqqa ko'tarilishini analiz qilamiz. 14 sentga qarayapti. Shu oylik time frame'da shunday olib qarasangiz 14 sent. Undan ustiga bilmadim. Undan ustiga ya'ni qandaydir gromki bir anons qilishligi kerak. Yaxshigina bir anons chiqishligi kerak jamoani o'zidan. Uzr, mikrofon yoqish esimdan chiqibdi. Demak, CXT ni ko'rib qo'yaylik. Hozir bitta savolni o'qidim. Oyiga $15-20 qaysi tokenni DSA strategiyasi bilan yo DKM strategiyasi bilan xullas sotib olsam bo'ladi deb so'ragan ekan. Qaysi tokenda birinchi o'rinda Bitcoin, ikkinchi o'rinda Ethereum, chunki ikkala tokenda haqiqatan mana ikkalasi yana anaqasi bor. Narxi nima deydi, bir tushib yo'qolib ketadigan joygacha kelmasligi. Misol endi agar Bitcoinni bir $500 Ethereum $500 olgan bo'lsangiz, $15-20 boshqa altcoinlarni olib bormoqchi bo'lsangiz, unda ya'ni bozordan risk yuqoriligini hisobga olsangiz, Zero bor mana. Zero hozir mana yaxshi turgan ekan holati bugun. Zeroning holati yaxshi turgan ekan. Buni ertaga roli juda ham muhim. Mana Zero bilan W ni solishtiradigan bo'lsak, juda ko'p marotaba aytganman. Zero bilan W ikkalasi ham yo'nalishi, ya'ni W ning texnologiyasi boshqacharoq. Wormhole'da. Zero'ni rol ikkalasi ya'ni umuman bridge mana va ko'prik protokollar. Lekin demak Zero o'zini ushlab qoldi, mana W yo'qotdi. Lekin bular yana hakam qilinishgan ekan, visnom qilingan ekan. W $300 million yo'qotgan. Shuning uchun biroz asosi chiqdi. Demak Zero esa ushlab qoldi. Hech qanaqa visnom bo'lmadi. Jamoasi tajribaligini ko'ryapmiz. Hozir $3, $1.5 ham tushib chiqqan edi. Shunaqa $1.5 $1 tushsa qo'rqib ketmasangiz, unda demak Zero bor. Lekin Zero bilan W ni bir xil sotib olib ketish ham tavsiya qilinaveradi. Zeroga nisbatan misol ko'proq ajratsangiz ham bo'ladi.
Agar Bitcoin Ethereum bo'lmasa, unda Bitcoin Ethereum birinchi o'rinda. Chunki mana Bitcoin yanvar oyida o'sdi. Bitcoin umuman altcoinlardan ko'proq daromad ko'rsatdi ham ba'zi altcoinlardan ko'ra, ya'ni 11x mi? Yo'q, 7,5x ekan. Shundan kelib chiqib, stabil o'sha 7,5x da ham turgan faqat Bitcoin. Altcoinlar esa 7,5x o'sib turib, sразу tushib tashlaveradi o'zini. Shunaqa, ya'ni tebranish yuqori. Shuning uchun Bitcoin, Ethereum stabilroq. LTK shu oyda chiqishi mumkinmi deb so'ragan ekan bitta obunachimiz. Demak, Litecoin'da. Litecoin'da menda analiz ancha yo'q, $140 emas, $130 ekan. $130. $115 da borishi mumkin, $115 ga. Lekin hozir sotib olish tavsiya qilinmaydi. Menda Litecoin esinglarda bo'lsa, o'tgan yildan beri $65 dan sotib olganim bo'yicha bor. Bu yili lekin sotib olmadim. Balki $80 ga tushsa sotib olarman. Chunki mana u joyda e'tibor bergan bo'lsanglar, demak, ya'ni $80 da ostiga tushishi mumkin ekan. $80 da ostiga, o'shanda balki sotib olarman. $80 ostiga tushsa. $115 maksimum. O'sha $80 ga tushib, yana bir o'sganida o'sha narxlarda tutsa bo'ladi. F3 qayga chiqishi mumkin yaqin kunlarda debdi. Yil oxirigacha Ethereum bo'yicha hedafim $3,700, $4,000 atrofi. $3,700-4,000 atrofi. Yil oxirigacha. O'tgan efirda bunga javob bergan edim. Yaqin kunlarda $3,000 ga yo'q. Efirda boshida aytdim. Ya'ni korreksiya kutaman. $2,100-2,000 gacha. Savolinglar bo'lsa, izoh bo'limiga yozaverasizlar. Yana bitta savol. AI trendi tugadimi? Endi qanaqa yo'nalish trend bo'lishi mumkin sizni taxminingiz? Batirbayevich degan aka savol bergan ekan. Yo'q, AI sektori bunaqa tez tugamaydi. Agent AI bunaqa tez tugamaydi. Ya'ni qisqa muddatli tushishda qarab turib sektor tugadi deb xulosa qilayotgan bo'lsangiz, unda uzoq muddatli bunaqa sektorlarda qaramang. Ya'ni любой token bilan ham ishlab ketsangiz bo'laveradi, asosiysi halol bo'lsa. Kriptovalyutalar hukmini tekshirish uchun o'sha IOFI tomonidan tasdiqlangan Sharlayev boshqa bir aljerlik treyderlarda yana CryptoIslam degani bor. Biz ulardan umuman bot chiqarib qo'yganmiz. O'sha botdan tekshirishlar mumkin. Shu efirda ostida qoldiraman linkini. O'sha hukmi halol bo'lsa, demak ishlasangiz bo'laveradi, sektorga qaramang. Uzoq muddatli sektorlar juda tez o'chib qolmaydi. Uzoq davom etadi. AI sektoridan keyin yoki AI sektori o'smasa, umuman bu yaqin 3-4 yilda potensial ko'rsatmasa-chi deb qo'rqayotgan bo'lsangiz, unda
RVA sektori bor. Tokenlashtirilgan fondlar, real aktivlar, jahon real aktivlari deyiladi, real world assets. O'shalarni qarashingiz mumkin. Hozir asosan qarang, AI ko'p odamlarni ishdan bo'shatayotgan bo'lsa, hattoki ITchilarni o'zini ko'p odamni o'rnini alishtiryapti, ishchilarni. Ikkinchisi, demak, BlackRock va boshqa Bitwise, banklar, Oq uy, Amerikani o'zini Oq uyi, hammasi deyarli real world assets haqida gapiryapti. Chunki raqamlashtirilgan fondlar orqali demak, Amerikani bondlarini sotib olish imkoniyati borligini aytyapti va bu ortidan 3,5 trillion dollar jalb qilishi mumkinligini aytyapti. Ya'ni bu yerda RVA majburiy tarzda rivojlanishi mumkin va RVA sektori uchun blokcheynlar mavjud. 10 dan ortiq blokcheynlar bor. Hammasi harakatini qilishyapti. Lekin shu protokolni RVA sektorida o'zini ko'rsatish kerak bo'lgan protokollardan, ya'ni bu blokcheyn bo'lmasa ham, bu layer 0, o'sha sizga ko'rsatganim, va wormhole W skam bo'lib ketishi mumkin. Men buni umuman skam bo'lmaydi demoqchi emasman, Zeroni ham. Lekin bular shunaqa bir muhim rolni o'ynaydi RVA sektorida. Chunki bular blokcheyndan blokcheynga pul aktiv o'tkazish imkoniyatini beradi. Buni ahamiyati juda ham katta. Chunki misol Ethereum blokcheynida pul saqlash xavfsiz bo'lsa, lekin tranzaksiya uchun qimmat, qisqa muddat uchun qimmat. Hozir yana bu bo'yicha razraботкалар ketyapti. Men bunga chuqurlashmayman. O'zinglar qarab chiqishinglar mumkin. Hattoki ChatGPTni o'zidan so'rasanglar ham javob beradi. Nima uchun layer 0, wormhole yaqin 3-4 yil uchun RVA sektori uchun haqiqatdan yaxshi potensial ko'rsatishi mumkin. Biz blokcheynlar mavzusini gapirmayapmiz. Yana blokcheynlarda u yerda anaqa katta assortiment katta. Ya'ni 10 ta, 15 ta, 20 ta blokcheynda olib olishingiz mumkin, blokcheyn tokenlarini. Ethereum Ali degan obunachimiz so'rayapti ekan. Ethereum nechiga borib 2100 ga tushishi mumkin? Fikringiz qanday? Hozirgi narxidan. Bu o'sish qancha davom etishi mumkin? Efir davomida javob berdim. Demak, savollarga javobni efirda zapisini ko'rayotganda olasizlar inshaalloh. Hozir shu ketishda avvalgi zonalarga tushmasdan ketadimi bozor, yoki bir aytgandingiz yoz oylari korreksiya kutaman deb. Shu korreksiyada yana chuqurroq tushishligi mumkinmi bozor? O'rta muddat uchun yoz oylaridagi korreksiyadan keyin yig'ib borsa yaxshimi degandim. Bu deb turibdi ekan. Ismi xo'p. Bilmayman, X-Empire nima? X tokeni fundament emas, u chista manipulyatsiya. U kecha ko'rsatganim Maxdagi mana bu AIST degan token turibdi-yu. Xuddi shunday bitta X degan token. Menga anaqasi yo'q, qizig'i yo'q. X-Empire oddiy bitta mini app bor edi xolos. Boshqa mini applardan ko'ra tajribaliroqdek ko'rindi, lekin hukmi yo'q. Halol bo'lsa balki qarab ko'raman. Bu Rahmatulloh degan odamni savoliga javob. Yoz faslida korreksiya bo'lishligi mumkin. Uzoq muddatda, ya'ni men yoz faslida eng kamida range bo'lishini kutaman. Ya'ni yoz faslida qanaqadir bullrun, katta bozor o'sishini yo'q. Katta ehtimol bilan bozor konsolidatsiyada turadi. Bu
Yaxshi ssenariy, yomon ssenariy, korreksiya. Yana ham chuqurroqqa tushishi mumkin. Lekin men bu qisqa muddatli deb o'ylayman. Ya'ni tushib turib, chiqib, judayam uzoq turg'unli davrini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni buni efir davomida aytdim, Ozers anaqani qo'yib qo'yaman. Timingni. BTCni biz уже analiz qilganmiz. Toncoin'ni ko'rib bering debdi. Ton USDT. Ton USDT bozorga nisbatan anchagina yo ortda qoladi, yo o'zgacha yuradi. Toncoin'ni bilmadim. Toncoin zo'r ko'rinmayapti ko'zimga. Manovi ichidagi uzoq yuradi shekilli. Shu 8gacha. Toncoin ko'zimga issiq ko'rinmayapti hozir. Jamoadiy natijalarni so'rashganida aytgancha. Nilni o'zim olmagandim. U yerda tushib chiqqanida ekran yana qotib qoldi. Kompyuter biroz charchabdi. Xo'p, o'sha Nilni ko'rayotdik biz.
O'rtacha qurilma atrofida 33% ekan. Hozir ya'ni qisqa muddatda ba'zi narsa oz bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin bizni jamoa uzoq muddatga bosimli ishlaymiz. O'sha ROM'ni ham o'zini esinglarda bo'lsa, 2x ga sotilgandan keyinla sразу tushib ketgan ekan. Ha, RAM tushib ketdi. 2x ga shuning uchun doim 50-70 2x ga chiqqandan keyin sразу risk ozaytiringlar deb bekor aytdim. 8C jamoaga emas, jamoa bilan sizlarga ham bo'lishdi, mana 8C ni kuzatasizlar. 126 dan, ya'ni oxirgi vaqtlarda kanalda ham aktivman. 23% ga o'sibdi. 11,5% foyda ekan. Ehtiyot bo'lishlik kerak-da. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Pastroqqa ham tushishi mumkin. 8 sentda esinglarda bo'lsa ikkinchi hadaf 8C bo'yicha. Savollar yo'q ekan. X-Empire bir komitetda harom ko'rganim adashmasam hech narsaga afsuslanmagan token ekan. Men mini appligini bilaman. Mini app. Mana Falconmi bir anaqa degan odamga tegishli edi. Yo shunlar hamkormidi? Endi u fundamental emasda, u kripto emasda, u просто uni nomi, uni reputatsiyasi xolos. Bilmayman, u odamga kim ishonadi, ishongan odam o'sha tokenni nomi deb qarashligi mumkin xolos. Bo'lmasam bugungi efirda tugatamiz sizlar bilan. Efirda yozuvini bu safar YouTube'ga joylashga harakat qilaman. O'tgan safar biroz kech qolayotganim uchun, imkoniyat bo'lmagani uchun Telegram kanaliga joylaganman. YouTube'dan ko'rayotganlar bo'lsa, demak bizni t.me Fairness.Crypto degan kanalimiz ham bor. Qo'shilishingiz mumkin va bu yerda nafaqat qanaqadir marketing, qanaqadir kurs, reklama emas, balki kripto bo'yicha shu soddagina bitta vibe ham bor. Biz alohida jamoamiz ham bor, lekin bu kanal ham faqat qanaqadir reklamalar bilan to'lib toshmaydi. Avtorskiy kanal deydi. Sizlar bilan efirda xayrlashamiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.